tartibini so'ramoqchiman. Borgan o'sha больницаga borgan birinchi kunimdan uzr so'rash boshlaganman. Hozirgacha ham so'rayman. Hamma oldida yana bir bor uzr so'ramoqchiman. Men judayam shokda edim. Stressga tushib qoldim. Judayam qattiq. Ham onam operatsiya bo'lganlar. Ularga qarashim kerak edi. O'shaning uchun shu kungacha video qilib chiqa olmadim. Men 16 yoshman. 17ga ham to'lmaganman. Lekin men yosh bo'lishimga qaramasdan hech kim ayab o'tirmadi. Katta bo'lsa ham. Lekin shunda ham boshqalarning xatosini men aytmasligimni so'rashdi. Shunda ham to'g'ri, endi Allohning sinovi bilan rolga men to'g'ri kelib qoldim. Shu men chiqib qo'ydi Allohim. Va qonun oldida men javob berishdan qochmadim. Qonun doirasida javob berishga ham tayyorman. Men bu klipga Ozoda Nursaidovani o'zbeklarning hurmatlari uchun borganman. Men Shahrisabzda bo'lganman. Ahad Qayum bizga aloqaga chiqqanlar, ya'ni onamga aloqaga chiqqanlar. Ozoda Nursaidovaning klipiga men suratganini aytganlar. Onam qo'rqganlar boshida. Ozoda Nursaidovaning klipi katta klip. Bu yosh, qo'rqaman deb aytganlar. Va oxirida o'zbeklarni hurmatlari uchun Toshkentga chaqirib olishdi. Toshkentga bordim. O'sha vaqtda kanikul edi. Chunki men Shahrisabz maktabim bor. Maktabda o'qiyman. O'sha vaqtda kanikul uchun borganman va klip jarayonlari boshlandi. 2 kun biz uxlamasdan ketma-ket qildik. Va bu voqea bo'lgan kun 3-kun va klip oxirgi kuni edi. Va 3-kun syomkaga bordim. Kostyumlar o'zlari kostyum tayyorlashgan ekan. Hali kiyimlarni kiyishimni aytishdi. Men kursovka dedim. Ular aytishdiki, kadrda oyog'ingiz ko'rinadi, kabukingiz ko'rinadi, kabuk kiyishingiz kerak deb men kabuk kiydirishdi. Va kelik haydashimni aytishdi. To'g'ri, ularga Ahad Qayum bu mashina haydashni biladi degan. Men aytganmanki, men kelik haydab ko'rmaganman. Men kelik haydashni bilmayman deganman. O'sha kuni klip rejissyori Doniyor akam to'ylari bo'lganligi uchun o'zlarining o'rinlariga Abror degan o'sha yordamchilari endi o'sha kishini qo'yib ketganlar o'rinlariga. Ular aytganlarki, o'sha kelikni haydab kelgan shofyor menga qanaqa boshqarishni o'rgatishini aytdilar. Va u kelikni haydab kelgan shofyor menga qayta ko'p marotaba qanaqa boshqarishni o'rgatdilar. Lekin internetga chiqib ssenariyda kelik haydash bo'lmagan, ssenariyda bo'lmagan deb aytishdi. Xo'p, unda nimaga menga o'sha borganimdan keyin siz haydaysiz deganida javob berishdi. Men misol uchun yoki o'zim to'g'ri kelik kutdim, o'sha ko'pchilik qiziqishi mumkin. Lekin men o'zim o'tirib, rolga men haydayman demaganman-ku. Va syomka boshlandi. 4-5 kadr olindi. Bu voqea bo'lgan oxirgi kadrda bo'ldi bu voqea. Men aytdimki, bu yerda odamlar ko'p-ku, men qanaqa boshqaraman, qanaqa haydayman degan savol bergandim. Ular aytishdiki, o'sha Shuhrat aka bilan shu Abror aka boshqaruvda edi o'sha kuni. Ular aytishdiki, mas'uliyatga javobgar xodimlar bor deyishdi, boshliqlari bor deyishdi, sen ularga qaramagin deyishdi.
Va keyin o'sha mashina haydayotgan vaqtimda man to'g'riga emas, ya'ni kadrga bu oyna tarafga qarashim kerakligini aytishdi. Va o'shandan keyin man boshqaruvni yo'qotdim. Chunki yuzim yonda edi va kablukda, yubkada mashina boshqarish qiyin edi. Va voqeadan so'ng man hushimni yo'qotganman. Ular Sabrina opani o'sha больницаga olib ketishgan va ular menga keyin suv berib, dori toptirtirib, o'z hushimga keltirib olishdi. Lekin syomka birinchi kundayoq man necha yoshligim, nechinchi yilligim, voyaga yetmaganligimni komanda bilardi. Lekin shunga qaramasdan aytishdiki, что qizni biz yoshini ham bilmasdik, biz tanimasdik, ssenariyda bo'lmagan mashina haydash deyishdi. Biz bilmasdik deb hamma aybni menga ag'darishdi. Bundan tashqari yana xatoyim bilaman deb qilishdi. Lekin man har bitta syomkamga har doim qayerga borsam akam borgan. Har doim onam bizdan 24/7 xabardorlar, judayam xavotir oladilar. Man ofisda yashamaganman. To'g'ri, 5 ta qizlar biz kechgacha ishlaymiz. O'sha akam o'qishda o'qiydi, institutda o'qiydi. O'sha ofisga yaqin atrofda biz kvartiraga turamiz akam bilan. Bilmayman, nimaga bunchalik tuhmat qilishyapti menga. Lekin man himoyachim bo'lmasa ham, otam bo'lmasa ham prezidentimizga murojaat qilmoqchiman. Adolat xohlayotganimni aytmoqchiman. Hammasi shu ming marotaba afsusdaman. Sabrina opam oyoqqa turishlari uchun birinchi kundanoq duo qilish boshlaganman. Namozlarimni so'rash boshlaganman. Buni o'zim bilaman va Alloh biladi. Lekin Munisa Risayevaga, Ozoda Nursaidovaga katta rahmat aytaman. O'sha xalqga katta rahmat aytaman. Xalq bilgandan keyin, show biznes bilgandan keyin Sabrina opaga juda o'sha pul taraflamayam, podдержка taraflamayam juda ko'p yordam berishdi. Men bundan rostdan xursandman. Lekin Jasmina opa ham men haqimda juda qattiq gapirdilar. Lekin mayli, Sabrina opa oyoqqa turishlar uchun yordam berayotganlar uchun ularga ham juda katta rahmat aytaman.